O'zi hamma narsa mana shundan boshlanadi. Hurmatli obunachilar, Nexia haydaydigan akalarimiz Nexia korobka yechganmiz. Sababi kortina displeyni qo'yganinglardan keyin обязательно mablag' flashok qo'yish shart. Bu narsa bu 1.6 korobka, 1.6 da ayniqsa o'sha kortina displeysi katta bo'ladi. Har bitta bosganinglardan keyin qishish jarayoni bo'ladi. Agar qoldirib yuboradigan bo'lsanglar, mashina oqibatlarga olib keladi. Hozir yo'lda bunda 1 yil oldin, 1 yil emas 8 oy oldin bo'ldi motor qilishgan, kortina displeyni rejimga qo'yishgan va men flashok qo'yishmagan. Keyin bora bosgandan keyin metaldan chachidi, mana tepasida izi bo'ladi, shoki bo'ladi. O'shda ko'chganda qishaygan va qishayib, mana bunaqa rabot silindri ham qishaytirib ichini sindirib yuborgan va evakuatorda kecha olib kelishdi. Iltimos qilgan bo'lardim, qo'yganida mashina originalni qo'yib qo'yish kerak. Sabab hozir ko'chalarda probkalar ko'p, svetoforlar ko'p ekan. O'shaning uchun splena vositasi juda ham ko'p ishlaydigan narsa. Bosilaveradi, mustahkam bo'lish kerak. Faqat originalni qo'yib qo'yamiz. Yoki JM-ni qo'yib qo'ysak yoki koreyskini sifatli deb qo'ysak, ancha sizlarga xizmat bo'lib qoladi. Akalar, like, podpiska bosib qo'ysa salomat bo'linglar. Mashinalar hech qachon buzilmasin. Akalar, omon bo'linglar.